Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Butun dunyodagi barliq qarindoshlar. Men Sharq Turkiston qilib qolgan barliq qarindoshlarim ustidan guvohlik bermoqchi. Men Sharq Turkistonning G'o'lji shahri Kepak yuzisidan. İsmim Mevlan Ablis. Men Sharq Turkistondan 2014-yil oxiri 11-oylarda Turkiyaga chiqqan. Qandiga 2016dan keyin qarindoshlarimiz bilan aloqa uzildi. Shu qarindoshlarimiz biz 10 bola, shu qarindoshlarımızdan 8 vatanda qolgan. Shu qarindoshlarımızdan eng cho'ng akam Aysajon Ablis, Adam Shamshqamar Ablis, cho'ng adam Chimangul Ablis, yo'ldoshi Abdurashid Shamshiddin, Adam Hurgul Ablis, akam Tursmamat Ablis, ayoli Ayshigul Ahmad, akam Sabirjon Ablis, ayoli Ayshamgul Abdurashid, Adam Marhaba Ablis, yo'ldoshi Akbar, singlim Mahbuba Ablis, yo'ldoshi Olimjon. Şu qarindoshlarım bilan 2016 yoqi hech qanday aloqa yo'q. Men 2016-yil oxirgi qata og'am uchirim qaraganda akam Sabirjon Ablisni saqchilar tomonidan tutqun qilgan. Shuning yoqi hech qanday izlari yo'q. Ayolimning opasi Amina Abubakri, dadisi İlyar Baxtiyor. Bular bilan 2016dan keyin hech qanday aloqa yo'q. Shu munosabat bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, inson huquq tashkilotlari va jamiyatlariga o'zininki bir kishilik majburiyatni ado qilishga chaqiriq qilaman.